xamir xasbi ammasi. Ishimizni nachinki tayyorlab olishdan boshlaymiz. Guruchimiz pishgan bo'lishi kerak. Farsh, piyoz, chesnok, kubik to'ralgan qizil bolgarskiy, ukrop kinza, aralash ziravor, murch, tuz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Lavashlarimizni kvadrat shaklda kesib, xuddi videoda ko'rsatilgandek o'rab olamiz. 3-4 ta tuxumni chaqamiz, aralash ziravor, tuz qo'shib, voy to'xtayli, shu suvda yuragim yomon bo'lib qoladi deya haqiqiy Mojito Fresh atachakova bilan salqinlanib olamiz. Voy, yurakning rohati-ey. Ishga qaytamiz. Atalangan tuxumimizga o'ralgan lavashlarimizni bitta botirib, qizib turgan yog'da qovurib olamiz. Shu yog'imizda kartoshkalarimizni ham qizartirib olamiz. Kartoshkamizni yog'dan olishimiz bilan chesnok, ukrop, tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Voy, buni hidini yeb ko'rganlar biladi faqat. Endi ovqatimizni ikrasiga o'tamiz. Piyoz, baqlajon, kabachki, bolgarskiy, qizil sabzi, pomidor, chesnok, qizil tomat, ziravorlar yaxshilab qovurib, 2 kosa suv solib, lavashlarimizni terib, qopqog'ini yopib 25 minutga dimlaymiz. Shu suvda erinmasdan ovqat pishirgan Sevaraxonga bitta yurakchani bosib ketib, ammajoniylarga videoni jo'natib qo'yinglar. Kartoshkani aromatlarini mazasiga gap bo'lishi mumkin emas, olinglar. Haqiqiy Mojito Fresh atachakova bilan taomimiz yana ham mazaliroq. Hammalarga qulupnayli mazasini tavsiya qilib qolaman.